Mollarni chiroqligidan, go'zallaridan ko'rsatadigan obunachilarimiz bormi? Assalomu alaykum Qubboch Chorva kanalining aziz va muhtaram obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli aka opa singillar, hurmatli qadrdonlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida eng ishonchli joyidan, o'zimizga qarashli yaxshi joydan chiqaramiz xudo xolasa. 3 bosh mollarimiz bor. 13 dekabr 2025-yil hafta kuniga shanba xudo xolasa chiroqli mollarni ishonchli joydan chiqaramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Sher Muhammad Kamzonadan kelgan. Bolaga assalomu alaykum, xush kelibsiz aka. Uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilarimizga avvalambor assalomu alaykum aka. Jonlari omon bo'lsin. Musofirda aka-ukalarimiz ham jonlari sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa aka, obunachilaringiz uchun 2 bosh shved, bir bosh qora olasidan chiroylilarni yig'ib qo'ydik aka. Qo'ldan kelgancha arzon qilib, sifatli qilib yetkazib beramiz aka. Eng asosiysi sutlari hamma yo'g'i tanzon savoliga javob beramiz. Eng asosiysi aka, sinaqda mollar aka. Mollar go'zalligini qarang aka, birinchi bolasiga aka, buni qarang aka. Bokilarni qarang janob. Aka, bu ham 1.45 aka. Bu bolani qarang, novvos aka mana. Bir vosdan ishlarni ko'rsataylik, tashqarida yurish-turishlarni ko'rsatib, ma'lumotlarni aytamiz bo'laveradi. Mashaqdan kelaylik, birinchisi. Yeb ichmasa, sussa tepsa, ayb bo'lsa tan olamiz. Ichmasa, usta tepsa, o'zini o'zi emsa aka, yotganda bachada olib chiqsa, biron bir aybi kasal nuqsoni bo'lsa, molni biz aka 100% javob beramiz. Lekin aka yashurdan tashqarisiga. Yashurga uchun javob beradi, u havodan keladigan narsa. Nima aka, u havodan yo'qaydigan narsa. Yeridan ko'rsat. Bismillah. Birinchi molimiz bu. Mana aka, svetimiz aka. Mana aka, tishlarni qarang. 8 kilo kattaroq uchun bo'ldi gap yo'q. Bu bolani ham qarang aka, janob. Bolasi o'qacha? Bugun aka rosa 6 kunlik bo'ldi aka bolasi. O'g'izdan chiqdimi? Aka o'g'izdan chiqib rosa sutga kirdi aka, xudo xohlasa. Gap yo'q. Bolani qarang aka, bolani o'zi bo'sh yursa boqaga 30 millionlik bo'ladi. Bo'ladi. Ko'ring mana aka, Ikkinchi molimiz mana. Mana aka tishlar. Kattaroqchi. Mana aka. Yana 8 kilo. Bolasi o'najinsi aka. Bolasi o'najinsi. Sutli mol olaman deydi. Ham yelinlari yumshoq, yuvosh mollar, xudo xolasa. Baraka jo'lat aka mollar. Buni turishini qarang aka, turuvini qarang, nima deyapti aka? Ana jonivor. Ajurlarga o'xshab turibdi janob. Ha, Yevropa mollariga o'xshab chetilgan mollar. Qani? Mana qarang aka. Tishini qarang. Ichib ko'ring aka. Quyonch shu. Birinchi bolasi aka. Bolani ham qarang aka, janavorni mashalloh deb yozib qo'yishadi aka. Kommentariyada o'z fikr mulohazalarini qoldirib bemalol. Yurish turishini ko'rsatamiz, keyinchalik yopib kelib sog'ib berib, ma'lumotlar beraveramiz aka. Bo'l, yuvoshlarni ko'rsatamiz oxirigacha. Videoni o'tkazib yubormay ko'rlar, xudo xolasa narx-navosidan tanishtirib, arzon qilib chiqarib beramiz. Shvetni go'zalidan olaman deydi. Bo'ladi-da bunaqa mollarga. Qanday bo'lmasligi mumkin bu mollarga. Turishini qarang. Obunachilarning ichida zo'r xaridorlarimiz bor, xudo xolasa. Rangi ham o'zi bir aka bolasi. Ozda shvet deganlar, mana oq shvet, xudo xolasa olib baraka topadigan. Mana bashlar. Janovar. Mana elinlar. Aka yurish turishi sog'lomlari zo'r, xudo. Mashina o'tkazib yuboraylik. Xudo xolasa olib baraka topadigan mollar. Mana birinchi molimiz, xudo xolasa bu yerda mayda mol yo'q, 1.30, 1.35 lik mol yo'q. Bo'ylari keladigan bo'lsa 1.40 atrofida, 1.35 ga piri xudo xolasa. Bolasi balikka tushmay 6 kunlik. Bolasi o'qacha? Bolam endi 6 kunlik bo'ldi aka, bolasi o'qacha janob. Ko'rib qo'ying, endi qarang. Ana yo'q. So'zkalarni qarang aka, so'zkalar o'zi bir dunyo, tamom. Bolasi 6 kunlik, buqacha. Bolasi 6 kunlik buqacha aka. Bo'ylari 1.35 pirus. 1.40 atrofida, xudo xolasa olib baraka topadigan, maza qilib sog'ib ichadigan mol. Dastavkalar nima deymiz, Sher Muhammad? Aka, dastavka muammosiz aka, xudo xolasa. Xo'p, muammosiz. Siz bitta narsani bo'yningizga olasiz. Albatta. Molni sog'-salomat, eson-omon olgan xaridorga yuborib borib berishga, keyin ochiq mashinada olib borilmaydi. Shunisini daga o'rib olamiz. Bo'laveradi. Inshaalloh mashmoqni olaman deb telefon qilsa obunachilar aka, xudo xolasa, mashmoq qanday ko'rinsa, xuddi shunday yetib oladilar. Shundaycha. Ana yaqullar. Bo'ybasini aytdik, ustini aytdik, dastavkasini kelishdik. Yuvoshlar tanjon sog'ligini kelishdik, xudo xolasa. Endi bitta kelishadigan narximiz narx-navosida qoldi. 8 litr sut olishaveradi aka. 8 litr sut. Aka, narx Yog'ini ko'rmaysizmi, yog'ini? obunachilarga zo'r qilib beramiz aka, kelishdi. Suti separator qilindimi, qilinmadimi? Aka, qaymoq rosa ko'p ekan aka. Qaymaqli mol, xudo xolasa. O'zi qaymaqliligini bu bolasi ham aytib turibdi aka. Janovorni qarang. So'zkalarni ham qarang, maza qilib sog'ishadi aka.
Olib baraka topsa, undan keyin sizni kelib oqtarib, Albatta. shu kundan mol oldim deb baraka topsin, rahmatini ikkalamiz bo'lishib olaylik. Bo'laveradimi? Xudo xolasa. Narxida qoldi gap. Narxi aka 48,5 million kami bor aka. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor aka. Uzoq yaqinga kelishilgan holda qilib beramiz. Aka Qirg'iziston, Tojikistonga ham chegaralarni oldigacha olib berishga xudo xolasa harakat qilamiz, lekin haqiga o'zlari. Chegaragacha. Chegaragacha biz javob beramiz aka. Shuni O'zbekiston bo'ylab qilsa bo'lmaydi? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beramiz. Bizni faqat vodiydan kuzatishmaydi-ku, masalan, xaridorlarimiz vodiydan emas-ku doim. Endi aka gapirib qo'ygan bilan zaqqa javob berish borda aka. Bu gapingizdan to'g'ri. 48 million kami bor, 18 litr sut, bolasi buqacha, bo'yi 1.35 plus. Akalar yana bitta narsani to'g'ri tushunasizlar. Hech qayerda 18-20 litr sut beradigan mol 40 million pastida yo'q. Haqiqiy bersa agar sutni. Endi mana bitta narsa so'rayman. Mashmollarda aytishyapti hamda bo'lagan. Bunday aka. 25 ta ham deyishyapti, kerak bo'lsa 30 ta ham deb yuborishyapti. Aytgan Biz aytaversin. aka sog'ayotgan, faqirga tushayotgan sutini aytib beryapmiz aka. Bitta narsa borda, Sher Muhammad. Samolyotda uchishini bas, qo'nishini bilish kerak. Albatta bo'lagan. Olisin aka, mashmolda 20 ta sog'ishsa aka, menga duo qilib qo'ysa menga tatil aka. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Videoni cho'zib yubormaylik-da, narxini bitta 48 aytdingiz, mana bitta so'rayman. So'raydi aka. 46 million kami bor deymiz. Yo'q aka, unda kamayib ketarmikin aka? Bo'pti, qimmatingizni bitta ko'raylik o'zi. Aka 46,5 kami bor aka. Bor. 46,5 million kami bor, bolasi buqacha 18 litr sutga, bo'ylari 1.35 ga. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Janovorni qarang, janov. Ozgina basmi kami? Kami bor aka, kami yo'q xudo xohlasa. Bo'ldi, gap yo'q. Ikkinchi molimizni olib chiqib olgan tashqari. Tankidek bo'lsin deydi, aka ko'ramiz, bormi qarang. Yo'g'onidan yapalag'idan, xudo xolasa. Aka ham qarang, aka xudo xohlasa. Baraka toping ekan. Bola ham mana aka sog'lom, dikkillab turibdi. Bolasi xonajincha? Bolasi xonajincha aka. Aha. Xudo xohlasa aka, yaxshi mol aka, sifatli mol aka janovar. Shunda 3-bolasimi oldi? 3-bolasi aka, mana shu. 3-bolasi. To'skalarni ham qarang aka, janovar. Oq yerim aka, to'g'ri aka. Yelinlar yumshoq qattiqligi qanaqa? Yumshoqmi qattiq? Aka o'ta yumshoq aka. Halol pokni gapirib, halol pok pulni olgan yaxshi. Bolaga borini gapiryapmiz aka, qattiq bo'lsa qattiq deymiz aka. Aha. Bu molni yenilar o'ta mazza aka. Xudo xolisa sog'ib ham bir ko'rsatib beramiz aka. Olib baraka topsin olgan odami. Olisin, baraka topsin, duo qilib qo'yishadi aka. Bolasi xonaji. Necha kunlik bolasi? Bolasi aka bugun bir haftalik bo'ldi aka. Bolasi bir haftalik. Qancha suti bor? Aka 20 litrga olishaveradi. 20 litrga olaveradi. 20 litr bizda. Yaxshi bo'lsa, xudo xolasa qo'shadigan nimasi Xudo bor, a? xolasa aka yana ham qo'shadi aka. Mol polvonni o'zi etini qarang aka, to'liq. Bo'ylari keladigan bo'lsa 1.40 atrofida, 1.40 chiqadimi bor? 1.40 aka. 1.40 chiqadi, xudo xolasa. Mana yerimlarni ko'rish. Molning go'zalligini qarang aka, janovorni. Mana keladi. Xudo xolasa obunachilar maza qilishadi aka, baraka topishadi. Eng muhim baraka topishda-da. Eng muhim baraka topsin aka, bizni duo qilib qo'ysin aka, sizga ham, bizga ham. Sher Muhammad bo'yini aytdik, ustini aytdik, bolasini aytdik. Aka 47 million kami bor aka. 47 million kami bor. Ko'p aytvordim aka. Yetcha tushing o'zi bitta hammasini. 46 million kami bor aka. Bo'ldi gapi. 46,5 kami bor dedingizmi? 46 kami bor. 46 million kami bor aka. Yana 1 million tushdimi shunda? Ha. Bo'ldi. Qolganini obunachilarga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Talashib tortishib bemalol savdoni qilaveradi. Telefon qilsin aka, yana kamaytirib beraman xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Olgan odam baraka topsa, xudo xolasa bo'ldi. Endi bunaqa mollarni hech qayerda 30-35 millionga to'g'ri gapni gapirish kerak. 4 oylik, 3 oylik bo'g'ozni ham bermaydi. Endi bozorlarni ham ko'ryapsiz-da, bolaga. Bozorga dehqon qilsa mashmolda 60 million narxatyapti aka. Aytaveradi, dehqonda aytgan bilan savdogar so'ragani nimasi yo'q, aybi yo'q. Obunachilarning oyoq qo'llarini ko'rib turamiz, xudo xolasa 46 million so'm kami bor aytilyapti. Kami ko'p talashib tortishaverasizlar, bemalol behijolat. Oling 30 so'rang, oling 35 so'rang. Mayda ma'qul kelib ko'nga yo'l topib oling, baraka toping. Borib qolsangizda qarisin, yayrab sog'ib ichinglar. Bormidi go'zalni olaman deganlar. Ana. Bu mollar yetidan laytni bosib qo'llab-quvvatlamasalar ham bo'lmaydi umuman. Xaridorlarimiz bo'ladi-ku aka, birinchi bolasi bo'lsin, suti ko'p bo'lsin, bolasi novoz bo'lsin. Umidga oladiganlar, ha buni. Svet bo'lsin deydi aka-ukalarimiz bilan. Go'zallikda qarang. Gap so'z yo'q. Ranglari ham toza, yelinni qarang janovorni, uni qarab qo'ying. 18 litr sutga olishni sinab olishadi. 18 litr sutmi hozir shu molda? Birinchi tug'ishga 2 kurak. Birinchi qoringa aka. Mashalloh, ya Go'zallikda Alloh. qarang aka, janovorni. Mana akalar.
to'xtating. qarang aka. Kallani qarang jonivor. Bu bolani ham qarang aka. Turishni qarang ovozi bor. Haqiqiy parodani turishi o'zi bilinadi, parodaligi bor. Toza ovoz aka bolasi. Qanchalik bolasi? Aka bolasi bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik. Bolasi bir haftalik. Bo'ylari 1.40 plus akalar. Bu mol kichkina mol emas. Mana elinlari. Go'zalligini qarang aka, jonivor deb. Mashalloh deb kommentariya yozib qo'yishadi aka. Ilohim. Aka videolarimiz yoqsa, qo'llab-quvvatlab like bosib tursa aka, bundan ham Olmagan odam ham havas qilsa arziydigan mol bor-ku. Mana kallalar. Yaxshi kommentariya yozgan aka-ukalarimiz bor aka, xonadoni mashina sigirlarga to'lib ketsin. Ilohim, sanog'ini bilmay nima deydi? Qo'ni qo'shnilarga ham berib yuborsin, olsang olib chiqib ketib. Baraka topsa bo'l. Bo'ylari 1.40, bolasi bir haftalik novvoschi, 2 kurak tishi, shved mol. Ana elinlar aka. Bu molga shashilmasak bo'lmaydi. Tezda gazini bosish kerak buni. Olish kerak va borib sog'ib itish kerak ayda. Xonaga borib baylab qo'yib, tomosha qilib aka charchaqlar chiqib ketadi, xudo xolasa aka. Ishdan charchab kelasizlar, akalar. Albatta. Madaniy hordiq olish uchun boshqa joylarga borali, nima deydi? Bilyard o'ynab, tennis o'ynab bilan o'ynashlar shart emas. Mana shu molni ko'rib, tomosha qilib, yayrab hali miyalaringizdan berasizlar, xudo xolasa. Mana bo'ylarni qaranglar, bu nima oldi? Aka ko'p cho'zmaylik aka. To'xtanglar, tomosha qilish kerak odamlar, like bosish kerak, unga qo'llab-quvvatlash kerak. Tomosha qilsin aka. Bo'ldi, ayting narxini bo'lmasa. Kommentariyalar yozib qo'ysin aka. 18 litr sutga bu ham, 18 litr sutga aka, birinchi qora. Yaxshi bo'lsa, xudo xolasa 20 tadan oshirib, keyingi bolalarda 25 ta sut beradigan mol. Bolaga keyingi bolasiga aka 150 dan oshib ketadi aka mol xudo. Oshadi. Chunki qoni toza molda aka. Hozir 1.40 plus bu mol, kichkina mol bas. Endi hamma yo'qda maqtadik. Albatta aka. Bozorda kuni ko'rdik 70 millionga mol sotildi. Uni ham u osmonlardan kelib bormasdan yaxshi qilib narx aytingki, olgan odam baraka topsin. Beramiz aka, maqsad aka, obunachilaringiz baraka topsin, biz xursandmiz aka. Qani narxini eshitaylik, gap narxida qoldi xolos. 9 million so'm ketdi aka O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. 49 million so'm kami bor. Akalar bosib yuboradigan joyi menimcha. O'zbekiston bo'ylab aka ketdi 49 millionga aka. So'rab qo'yavering, so'ramayman. So'rang. Hamma mol tushirdik. Endi bunda 500 ming aytsak bo'lmaydi undan. 1 million so'm kam qilamiz. Bo'ldi aka 48. 48,5 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. O'zbekistonga ham qilib berasiz mayli. Bitta vodiyni gapiravermaylik-da, O'zbekiston bo'ylab dastlabga qilib beraylik. Beraman aka, obunachilaringiz telefon qilsa. Oldi, qaranglar jonivordi, mana bu. Sigingizni menga yetkazib bering desin aka, muammosiz yetkazib beramiz aka, xudo xolasa. Masalan, mana vodiy bo'ylab dastlabkali nima deydi? Dastlabki laqab beramiz-ku. Zaklab tashlash shart emas. Tashlab beradimi? Ozmoq tashlab beraveradi. Undan keyin telefon qilgan odamlarga nima? Tashlaversa sotmay qo'yar keyingi telefon. Keyin telefon qilgan odamlarga bemalol hali nima deydi? Mol sotildi deymiz. Voha tomonlarga qanaqa kelishamiz? Voha tomonlarga ham kelishamiz aka, xudo xolasa. Murosa bilan, masalan 5 million zaklab tashlab bersa, yetkazib berilaveradi. Albatta. Issiq mashinalarda yaxshi qilib, eson-omon, sog'-salomat qirmay netmay olib borib beramiz. Olgan odamlar baraka top, haqqimizga, siz bizga duo qilishsa bo'ldi. Yetkazib boramiz aka. Mana jonivor, bitta tomosha qilib qo'yasizlar. Buni go'zalligini qarang aka. Bo'ldi, gap so'zi. Endi bitta narsa olib kirib, bitta yelinlarni ko'rsatib, yuvoshni ko'rsatib beramiz. Sog'ib beramiz. Bo'ldi, baraka topsiz. Mana yurish-turishlarni ko'rib oldi obunachilar. Aka rasmga chizilgan yo'q edi. Olinglar, baraka topinglar. Tavsiya qilaman, haqiqiy tavsiya qilaman. Bunaqa molni bozorga kiradigan bo'lsa, savdogar 10 ta odam orqasidan yurib kiradi bu molga. Xolasana mollar yurish-turishi narx-navolardan tanishib oldik. Endi idirish jarayoniga o'tdik. Kechgadan sog'ib, yuvvoshligini qarang aka buni. Yuvvoshligiga javob beriladi. Qani edinlar? Edinlar qarang aka. Voy jonivor, baraka topsin. Bolam bir ko'rsataman aka buni. Erkak kishi ayol kishi tanlamaydi. Yosh bola ham tanlamaydi. Kelib sog'uradi. Sog'olani qarang aka, bu sog'olani. Sog'ishlarni ham boshladi xudo xolasa. Oson nazar qilib sog'ishadi aka, xudo xolasa. Bu olidagi yelinlar. Mana aka, orqa tomonda. Shularni qarang aka. Hech kim ushlab netib turgan yo'q. Oldida odam yo'q. Oyoqlari baylov bas. Shu hech narsa yo'q. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bo'ladi, keyingi molga o'tamiz. Faqirga qo'yib beramizmi? Yog'liligini bitta ko'rib qo'yamiz. Mana qarang. Bitta to'g'ri qo'ydim. Yog'liligiga gap yo'q.